Hoy, Kirita-kun. Menga buni ayta olasanmi? Nimagasan? Odamlardan qochib yurasan. Bu beta tester bo'lganing uchun yoki noyob mahoratga egaliging uchun emas, to'g'rimi? Axir sen mehribonsan-ku. Bu ancha oldin bo'lgandi. 1 yildan oshdi menimcha. Bir gildiyaga qo'shilgandim o'shanda. Gildiyada meni qo'shganda 6 ta odam bor edi. Biz ana to'lin oyoq qora mushulari deyishardi. Gap shundaki, ularning darajasi menikidan ancha past edi. Meni taklif qilishganda, agar ularga o'zimni darajamni aytsam, meni qabul qilishmaydi deb o'yladim. Shuning uchun ularga yolg'on gapirdim va gildiyasiga qo'shildim. Ularning gildiyasida o'zimni nihoyat orzu qilgan narsamga erishdim deb hisobladim. Lekin bir kuni ularning o'lishiga sabab menman. Agar beta testerligimni bekitmaganimda, tuzoq haqidagi ogohlantirishimga quloq solishgan bo'lardi. Hammaligini va Sachiniyam o'limiga men sababchiman.